$150 ekan mana shu. Mana. Shu tinig'i. Qora qamich, qush bozori. Mana ara qushi. Mashinasi 2,5 ming turadi. Mana bunisi 3 ming turadi. Kakadu bo'ladi, gapiradigan qush. Xo'rozni qaranglar chiroyliligini. Qani ketdik. Bir aylanib ko'rib chiqamiz. Mana mushug'ini qaranglar. Ukam nechi puli bu mushuging? $150 so'ralyapti aka. $150 ekan mana shu mushug. Zolotoy akras deydi. Shotlandskiy Scottish Fold. Mana shular 150 ming so'mdan ekan. 200 ming so'mdan 400 minggacha ekan. 15 ming so'mdan ekan shu jo'jalar. Mana bu g'ozni qaranglar. Mana bu yog'i tovuq, xo'rozlar. Mana shu tovuqlar 150 ming so'm ekan bir donasi. Mana buni qaranglar chiroyliligini. Mana bu dakanni qaranglar, mehr berib boqqan ekanlar. 18 ming, 20 ming donasi. Mana shu 3 tasi 2 million so'm ekan. Ana ikkitasini 1,5 millionga bermabdi hozir. Mana bu yog'i Kaptar bozor. Mana qush bozoriga bo'lgan tashrifim o'z nihoyasiga yetdi. Fikringlar bo'lsa, izohlarda qoldiringlar. Qatdan kuzatyapsizlar. Shular haqida ham yozib qoldiringlar.